shunaqa ko'rsatkichlar bo'ladi tibbiyotda. 6 oy davomida muntazam davolanib kelgan konservativ o'sha nevropatolog, nevrolog, sefalgologlarda va 6 oy davomida davolandi doimiy nevropatologlarda, lekin nafini ko'rmadi. Mana bu kategoriya bemorlarni biz xirurgik davoga tanlab olishimiz mumkin. Yana bundan tashqari shunaqa aytiladi, yashin tezligida paydo bo'lgan migren degan tushuncha bor. Bu juda ham tez namoyon bo'ladi. Shu bizni amaliyotda bir qancha erkak kishilarda shu uchradi. Demak, boshlandi og'riq, to'xtamadi. 1 oy, 1,5 oy. Dori ichadi, to'xtamaydi, ta'siri yo'q. Nima qilish kerak? Ilgari unaqa og'riq bo'lmagan. Mana shu holatlarda ham demak migren xirurgiyasiga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma bo'lishi mumkin. Bu albatta kuzatuvlar natijasida bemorlarni shu ko'p qabul qilish natijasida kelib chiqadigan omil, shunga qarab aniqlanadi-da. Qaysi bemorni, demak migren xirurgiyasiga bemorlar kelsa boshidan oxirigacha har bittasini yotqizib operatsiya qilinmaydi. Tanlab olinadi. Tanlab olingan, saralangan, davo chorasini topolmagan bemorlargina xirurgik davo uchun tanlab olinadi va trigger sohalari mavjud, trigger sohalari aniq bo'lgan holatdagina xirurgik davoga olinadi.